Kelinglar, bugun birinchi oilani bitta ochib ko'ray. 1, 2, 3 balkim. Birinchi oila mana chap tomondan birinchi nomer. 3 deganim so'nggi marta 3 romka tuxumi bor edi qishga kirishdan oldin. Ya'ni kuchli oila edi. Hozir bir ochib ko'rib ishlab ko'ramiz. Yaqindan ko'rsataman. Ammo bu ikkita mixi bor. Mixi olinadi. 1, 2 va ochiladi mana, ochildi. Keyin mana bunaqa yopaman. Mana shuni qo'ydim. Endi sekin-asta instrument tayyor. O'zimga tortib olaman. Yaxshi, arilar yaxshi. Hozir ko'rsataman. Qo'y. Sekin ochamiz. Shunday kelib birdan choqdi. Jalqima. Shunaqa qalin salafan razmer qilib 50 ga 70 uni ustiga qo'yganmizlar. Tak, bu Varroa kanasiga qarshi plastinkalar qo'yiladi. Manhao firmasi Xitoyniki. Kuchli oilalarga yaxshi bu. Kanani o'ldiradi. Ozroq arilar ham to'kiladi, lekin kana 100% to'kadi. To'kilib o'lib ketadi, yo'q bo'lib ketadi. Vah. Yana bittasi chaqdi. Tekkani choqyapti. O'tgan 2 oy oldin asal berdik. Mana asalini yeb, teshkilab, top-toza qilib qo'ygan. Chaqaman deyapti, yoqmayapti. Ishlashimiz bularga. O'zi ikkita chaqib bo'ldi. Yana chaqaman deyapti. Ko'ryapman. Asal romkalar qayerda? Mana hozir bu yerda menda asal romkalar ko'p ekan. Sekin-asta o'zigacha boramiz. Oilaga yaqinlashish kerak. Ya'ni qo'limga perchak kiyib olay, bo'lmasa bular ko'p chaqayapti.
rahat qilib ishlaymiz. Pechatka bilan. Ortiqcha ramka olib turaman. Bu yerda ishlashda qulay bo'ladi. Shu oiladan sekin asta mana shu romkadan oila boshlanyapti. Asali yomon emas, kamroq bor. Endi shu oilani bir ko'ramiz. Endi o'zi kecha aytib o'tdim, maqsad onasini topish, asal bor yo'qligini aniqlash, keyin tuxum bormi yo'qmi o'shani aniqlash. Tak, hozircha men onasini ko'rmadim, tuxum ko'rmadim, lekin asal bor. Asali ko'p. Onani topdim. Onasi mana qop-qora ona. Mana shu qop-qora ona yuribdi. Mana. Tuxumni ko'ramiz. Tuxum bormi yo'qmi? Tak, tuxum hali yo'q. Ona bor, tuxum yo'q. Zo'r, Xudoga shukr. 4-5 romka asal bor. Va 4-5 romka ari bor. Zo'r. Dahshat. Tak. Tak.
bunaqa diafragmasi bor. Qo'yaman. O'yladan bitta ortiqcha asal romka olib qo'ydim, asal. Keyinroq biron bir kuchsiz o'yla chiqsa, asalsiz. O'shanga buni beraman. Endi yaqinroqdan ko'rsatay. Qaranglar. Mana bu diafragma qo'ydim-ku. Diafragmadan mana bu asal, bular chala asal, bo'shroq. Oldinida ikkita, uchta zo'r asal. Arini teshiga ham o'sha tomondan tashqaridan kirdi chiqdi qiladi. Mana shu diafragma kelganda, demak ari tushunadiki, mana shu meni uyim. Mana shu diafragmadan bu yerigacha. Mana shu 7-8 ramka qoldi. Bu yerda 5 ramka ari bor. Agar o'zi bu tuxumga kirsa, tez ko'payib ketadi. Diafragmadan keyin mana bu yerda ozgina asali kamroq ramkalarni teraman, keyin umuman asalsiz ramkalar qo'yaman. Bu arilar mana bu yerdagi asallarni olib, u tomoniga o'tkazadi. Mana o'ylam bu yerda, mana uyim bu yerda deb hisoblaydi. Hozircha shu diafragma shunga kerak. O'sha diafragmaning ichidagi arilar bitta o'yla bo'lib isitib, o'yla tez rivojlanadi, yaxshi rivojlanadi. Mana bu orqasidagi ramkalar hammasi hozircha zapas. Mana bu yerda 3 ramka, 4 ramka tuxum to'liq bo'lgandan keyin bitta ikkita bu ramkalarni bu tomonga qo'shib beraveramiz. Ular yana joy paydo bo'ldi deb yana tuxum qo'yadi. Mana shunaqa oxiri bir oydan keyin mana shu hammasi to'liq ari bilan lim bo'ladi. Asli bo'lsa bir oydan keyin 15 ramka ana shu bizni ardarimiz bo'ladi. Mana qarang, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ta bittasini oldim. 15 ramkali o'ylalar bo'ladi mana shu yerda. 15 ramkadan 8 ta 9 ta ramkasi to'liq tuxum bo'ladi. Qolgan 5 ramka 6 ramkasi to'liq asal bo'ladi. Va bizlar faqat asalli ramkalarni olib, asalni kachat qilib yana joyiga qo'yamiz. Tak, endi kamerajon menga qara. Mana. Kamera menga qaradimi? Ha, menga qaradi. Desangiz, hozir bitta oilani ko'rsatdim. Endi boshqalariga ham ishlashim kerak. Tezroq ishlay, kamera bilan ishlash noqulay. O'yla xayol faqat kamera, video olishda bo'ladi. Shuning uchun yana boshqa kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.